Assalomu alaykum. Qadrli YouTube muxlislarimiz, mana bugun Namangan viloyati Chortoq tumanida, Chortoq shahar o'zida mana bugun avtomat gazoblok ustanovkalarimizni qildik. To'liq avtomat liniyada ishlaydi. Xudo xolasa 50 tonnalik sement siloslari, katyonlar, aqlli hamma narsa, hammasi avtomat rejimda ishlaydi. Xudo xolasa mana aqlli katyonimiz soatiga 1 tonna, 1,5 tonna suvni 60 gradusda isitib berib turibdi. Xudo xolasa mana mahsulotlarimiz 20 ta qolipga qo'ydik. Xudo xolasa mana yaxshi. Qaytgan nimasi yo'q. Xudo xolasa avtomat reskamiz ham mana ishlab turibdi. Akalar 8 yildan beri o'zlari ham shu gazoblok sohasida mehnat qilib turishar ekan. Shunga bularga o'rgatish qiyin bo'lgani yo'q. Ustanovka jarayonlari boshqasi oldindan bu nimalar bilan ishlashganiga qiyinchilik tug'dirmadi. Xudo xolasa mana chiqdi. Seriolarimiz hammasi tayyor bo'ldi. Xudo xolasa bu bir kun davomida 480 ta, ya'ni 40 ta 20 ta paddon, 20 ta komplekt qalbimizdan iborat bo'ldi. Mana akalar ish avjida. Xudo xolasa mana mahsulotlarimiz ishi avjida boshlab yubordilar. Xudo xolasa mana yoshlarimiz mahsulotlarimizni kachitivalari hali qurigani yo'q. Ertalab kuyilgan ishlar shular. Farhodjon, Xudo xolasa mana qumlar hammasi avtomat rejimda, tarozilar, sement 50 tonna, 40 tonna sementi bor hozir shuni. Hammasi joyiga bo'ldi, Xudo xolasa. Siz